2026-yili tulpar yiliga mana qadam qo'ydik bolalarjima. Shu sababdan men bu Chingmin Maxuy deb mash yulungda yugurgan har qanday no'chatlarninki makoniga keldim. 100 mingning ustida ekan bu yana atlarning hammasi tegdik. Hamda ata Beijing ishchan 12 da bir goji tanlamaydigan, davlat tanlamaydigan mundaq atlarning belgisi bor ekan. Shuningga ulgurib kelib oldim. Bunda qo'tandan oldikayni 50-60 barmo chiqib. Ata birinchi maydon musobaqa 1150 metr. Gochanda tug'ilgan cho'nshalarninki belgisi ekan. 1150 metrlik belgi ekan. Jami 8 tal mushu Gochan cho'nsha ekan. Ikkinchi maydon 1150 metr. Bu shen goji deydi. Davlat cheklimasi yo'q. Chet eldan kirgan har xil har yangi zotlar tushdi ekan. Uningga 9 at tushdi ekan, ha. Uchinchisi 1650 metr. Bu shen goji deydi. Bumi davlat cheklamaydigan musobaqa ekan. Katta atlar bor. Ati men cho'qim tirishib sening huzuringlarga sunaman. Shupingni o'zim tortaman bir qo'lliq. Mash do'yingim shuping qo'y shu 3 nomerimda taqib beraman. Atning qatillari, behkamallari. Shu at olma 200 ming, 300 ming, 1 millionlik at olma davatgan alag'ini akalarim bo'lsa, mushu Chingmin Maxuy bilaveringlar. Chingmin Maxuy kelib so'tsini yasab baqsanglar bo'ldi ekan. Maxsus choyxona, yataq, hammamiz biraqlik ekan, bek cho'ng ekan bu yerning ko'limi. 4-chi maydon bo'lsa 1800 metr. Jungo cho'shingda deydi. O'zimizning davlatimizningki sapqalliqlar darajasiningki musobaqa ekan, ha. Buningga 8 tuyoq cho'nsha tushdi ekan. 5-chi tur bo'lsa 2000 metr. Bu shen goji deydi. Qaysi davlatning akagat bo'lsa salaverdi ekan. Konkretsay 8 tuyoq davlatlararo xalqaro musobaqa ekan. Har xil har yangi atlar tushdi ekan. Bu atlarni ko'rsanglar bir xil ajoyib bir huzur bergan. Ayatdik musobaqa ulgurib men Beijingdan Borandek ma hozir kashusimi sizlarning huzuringlarga sunay deb chiqishim. Ayat soat 12 da boshlanadi ekan. Butun 5 maydon musobaqani tirmishib bo'lsimi sizlarning huzuringlarga sunaman. Shuning uchun Guanzhou qilib, qo'shib olib, yurakni aymay besib, gullarni avatib qo'yinglar. Tirmishib ishqirning bulung pishqa hamma yerga bordim. Bizning Xinjiangga tushadigan ancha-muncha Beijing ninki Yanqing taraflarda bizning Xinjiang bozoriga tushadigan yerlar bor ekan. Xabey Tangshandimi? Bor ekan. Ba'zi bir mallar bizning Xinjiang bozoriga tushmaydi ekan. Puli ravruschiq, pulga loyiq ekan. Bu mallarni ko'zimda ko'rdim. Shuning uchun aytdiki 5 maydon musobaqani kuchimning yetishicha haqiqiy men no'chatlarni ko'ray. Manda atlar bor ekan-ku deydigan ballar og'aylarim bo'lsa, Guanzhou qilib taqib qo'yinglar. Erta kechda bir qismdan yo'llab beraman. Qolgan setildigan atlarni do'stlar chamberkiga chiqarib ataman ballar. Guangja Tianwanning qizi O'lchi shahardagi bir akam setilib ketdi. Yajing elinib bo'ldi. Oldin qism chiqadimi Guangja Tianwanning qizi 1,5 yoshda. Yajing elinib bo'ldi. Davomliq mishdoq ishonchlik ishqirdan at ko'rib, ishonch qilinmayotgan akalarim, og'aylarim bo'lsa men berib ko'rib, yipasam bo'ldi. 4-5 tuyoq malni jimmida silbatdim. Ishash qilinmabdi, ishqirdan 10 ming, 20 ming, 30 ming qatarliq yajingni elib ximiyadan tiqib ketib, qartizimni tiqib ketib, nurg'un bir ancha-muncha qo'ymichiliklar bo'lib ketibdi. Shavkat ashni sen menga tepada bir asim, hammanimiz avatpadi. Ba'zi bir ishkisini topdim. Tepib Ajıqlar besin sangıl turdu. Ularni ham de ba'zi gapni o'zimiz pishirib qolsin. Shuningga ishonchlik odam izlayotgan bolalar bo'lsa, meni finshanqi taqib qo'ysanglar ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Hammanglarning yengizinglar muborak bo'lsin. 2026-yili tulpar yiliga ishlaringlar qutuqliq, oilanglarga baxt, xotirjamlik tilayman. Xayr xo'sh. 记得点赞关注哦。